Assalomu alaykum, Omad kanalining aziz obunachilariga. Men sizlarga toycha qolib ketdik. U hali 1 yashar ham bo'lmagan ekan, mana. Erkak mana. Ko'ringlarchi akalar. U qora bayir ekan. Qirg'izdan kelgan otlar. Hozirlar yana 2 ta ot olishibdi. U bozorda hozir keladi. Uni ham video qilib ko'ramiz mana. Yangi. Ko'ringlarchi akalar, mana ba'zi xohlasalar mollar ham bor. Mana ko'ringlarchi akalar, sizlarga topib keldik. Mana ot ishqoziga, ot ishqozi tushiradi buni. Sochlariga qiyib, cho'tki qilib qo'yib berdik. Orqasidan o'tib. Xolos, mana yaqin bo'g'oz ham bor. Mana gibrid salang, gibrid to'qol variant bo'g'ozdan ham salang mana. Akalar bilan yangi yil yetib olsa, torti bilan, podarkasi bilan olib boramiz. Qorbobozlari bilan olib boramiz. Agar tug'masa, olib boraveradi. Mana ko'kko'lar, mana cho'tka ot. O'g'limni yaxshi ko'rganlar, aloqasi ko'rasizlar. Mana turishlari nima deyapti? Mana o'zlari mingisini bu hali yosh ot bo'ladi. Yoshi ham yoshgina ot. Dalaga olib chiqib boqib yuraveradi. Mana aloqachi ko'rasizlar. Ishqozi tushunaveradi buni. Mana akalar. Mana kallalarni ko'ringlar. Yoshgina ot. Dalaga olib chiqib o'zi yetalab boqib yuraveradi akalar. O'g'illarga olib beringlar, mana oqi ham bor. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga rahmat. Paka.